Assalomu hurmatli fuqarolar, tadbirkorlar. Men shu Agrobank Uyashlar filial rahbari Abdulloh Balibekman. Bu uchrashuvimiz belgilangan sizlar bilan. Shuning uchun kimda bankalikka o'zim men tadbirkorlik qilishdan nima to'siqlar olib turibdi, ish o'rni yaratishda yo daromadni oshirishda nima masalalar olib turibdi. Kimda masala bo'ladigan bo'lsa, birinchidan o'zingizni tanishtirib masalalar aytsangiz, birinchidan yechilishi bo'yicha biz ham qator ko'rib chiqamiz. Agar banklik masala bo'lsa, o'zlarimiz yechib beramiz, boshqa tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, qatorlarga murojaat qilamiz. Shunda agar shunga kelishsak nima deysiz? Birinchidan shunga qarab ketaveramiz. Ma'qulmi? Ma'qul. Kimda yozib, birinchidan boshlaysak, masalalarni onu yozib, shuni bu yerda mahalla bo'yicha ishlash o'rinbosari ham bor yerda, hamma narsani yozib oladi, men bilan birga shu bo'yicha ishni tashkil qilaveramiz. Bemalol tartibim birinchidan turib murojaat qilishlaringiz mumkin. So'rang. Ben Tajribe Anvar, Gençlik Ankara'da mahallesinde yaşıyorum. Suyun yanmasından su ustaxanası alıp, ustaxanası için 50 milyon son kredi beşesini soruyorum. Yardım beşesini. Ustaxanayın ne usta? Maşin usta mı ya? Duratken başkası? Maşin ustaxanası. Maşin ustaxanası. Yalnız böyle de iş işmesiz? Yok abi, yeşil işler var. Bu maşin ustası nereden geliniz? Ya Rusya var mı? Yok, bu gençler şöyle ustaxanada yiyip durup, ustaxanada gençler özüm az çekmenden. Bu mahallalar hamız bu 50 milyon so'mdan beriladigan kredit plastik tajab beriladi. O'zingizga kerak nima bo'lsa sotib olishingiz mumkin. Masala yo'q. Kelma, birinchidan yozib olib ishlayveramiz shunda, yozimda. Bo'ldi, bemalol. Bu masala yo'q. Agar shunday odamlar bo'ladigan bo'lsa, Oqariklar mahallasi Agrobankga biriktirilgan, Agrobankda yana shunday Oqariklarda qaysidir qarindoshimiz yoki qaysidir qo'shnimiz birov navoiychilik qilacak, kimdir parrandachilik qilacak, kimdir tikuvchilik qilacak. Yana nodir qilaman desa, muammosiz shu mahalla kesimida biriktirilgan mahalla bo'yicha muammosiz kreditni beramiz. Bemalol aytishingiz mumkin. Bizlar siznikini g'ani bir 3 kunda masalangizni ko'rib chiqib, kreditingizni chiqarib beramiz. Hammasini o'rganamizda. Ne bo'yicha taklifingizni yo bo'lmasa Agrobankdan oldimdan boshqa qarindoshlaringizdan taklif etishingiz mumkin. Shu mahalla kesimida. Shu bilan daromadini oshiraman desa-da, hozir juvon katta shu bilan ish boshlasangiz yaxshi ko'mak bo'ladi. Salomat bo'ling. Keyin. Menda aytaman. Sherif Tumrat Chekchekyo'l mahallasida yashayman. Mana shu kredit masalasi bo'yicha 25 milyon so'rab keldi. Bize yarım kamaşa yani mahsulatını işe çıkaralım. Vücudumu gene çıktı. Ne işe çıkarasınız? Yarım lağman, derek, petek, şunun mahsulatlarını. Bu 5 aydan beri bize kullanamıyor şu böyle. Getireceğiz. Bazı talebi güçlü çünkü sen genetici için pulumuz yetmedi. Şuna bir güne 5 milyon kartı ne? Oldu. Kredide yapan verseniz de gelir. Oldu karanlık kommunada. Size 25 milyon so'm kredit chiqarib beramiz mahalla loyihasidan. Bomba yo'q. Ertaga shurdagi ko'chadagi yo bo'lmasa qarindosh ayollar ishini ko'rdi. Kengaytirib biznes talab ko'p. Kengaytirajak bo'lsangiz. Kichik olishim kerak. Buni ishlatish uchun mablag' yetishmaydi. Ana bo'ldi. Masala yo'q. Endi men sizlar bir gap aytaman kommunada. 25 milyon masalangizni yechib beramiz. Siz keyinchalik bu narsani yana kengaytiramiz desangiz, men 100 milyon oldim. Kafilsiz, garovsiz kredit beramiz 312-sonli qaror bo'yicha. Shu ishni kengaytiraman, shu bo'yicha ishlayman, ish o'rnini yarataman desangiz, hozir 25 milyon so'm bilan doполнительный boshlanda qo'shimchasini yana qilaman degan bo'lsangiz 100 million odam garovsiz kredit berib qo'yadi. O'zingiz shu faoliyat turini yana kengaytiraman desangiz, masala yo'q. Bu 25 milyon so'm pervenachalik bo'lib tursin sizga. Variantni yana javolantirib bersangiz, talabga qarab, xodim sonini yoki bu ish o'rnini kengaytiraman desangiz, 312-sonli qaror bo'yicha 100 milyon so'mdan kredit chiqarib beramiz. Başlangıçta şu kadar hazır yeterli. Eğer muamma olsa elbette gelip müracaat kılıp, bu muamma olsa gerek bu buradan kullan. Eğer bir gelen müracaat kılamaz. Bo'ldi. İşimiz olarak bir yaxshi. Bo'ldi, muvaffaqiyat islaymiz. Keyin yana kimdan olmasin bor? Jamshid Ismiyevmi? İki dakika çıkar, uzun kuyuşlayız. Mesela Oqariklara avtomobillarni ta'minlash bo'yicha, tuzatish bo'yicha 100 milyon so'm miqdorda kredit olsa kerak. Shuni bo'yicha murojaat. Yerda zdaniyalarimiz bormi? A'no şöyle. Avtomobillarga xizmat ko'rsatishni. A'no. Shoplarimiz bormi bizda? A'no, bir shoplarimiz bor.
312 sonli qaror bo'yicha adı kabinesi kim? Atazanov Umid Bey. Yine meşerifte bölüm başladım. Yine mahalle var. Bölüm başladım. Yeşil oturup düşünürsen. Bir işte bu da kalırsa ondan koyup veririz. Şurada tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, yana takliflarni aytavering. Yengaytiraman desa, shu bilan ish o'rni yarataman, daromad oshiraman desa, muammo yo'q. Chiqarib qaramiz. Salomat. Keyin yana kimda masala bor? Boshqa masalamiz yo'qmi? Boshqa Vayaz Akçam'da Çekirköy Mahallesi'nden 15-20 milyon son kredi sorup geldim. Vedalık tadbirkarlık kişine kararlısılık yönetmesi için. Şu an yardım ben şey sorayım. Kararlılık bo'yicha necha so'm? 20 milyon maşın. 20 million. Kararlılık yani. Kararlılık bo'yicha. Bu mahalla loyihasidan masala yo'q, hujjatingizni berasiz, chiqarib ko'ramiz. Siz ham shu men Enver aytgan gap, agar mahallangizda kimdir yana kredit olaman desa, takliflarni aytsangiz, ishlab natija bo'ladi. Tuxumchilik yo'nalishi bo'yicha hozir Parrandada yo bo'lmasa go'sht yo'nalishida ham yaxshi daromad ko'rib turibdi hozir. Faqat kimdir Parranda qiladi, aytgandek kimdir ustaxona qiladi, kimdir chorvachilik qiladi, muammo yo'q burada. Bemalol foydalanib olib foydalanishingiz mumkin. Shu yerda mana mahalla agentim bor. Shu yerda mahallaga biriktirgan mahalla bankirim jo'lan. Danishlarga borib, uyma yurib, ularni bir narsani qilib chiqarib jo'lana. Qaysi tadbirkorlikni shartib qilish kerak, yana qo'shimcha ichki yordam kerak moliyaviy jihatdan. Bu narsa bo'yicha bir gram masalamiz yo'q. Moliyaviy tarafdan agar sizlarning qo'llaringizda biznes reja bo'ladigan bo'lsa, shu narsani qilib bilaman degan bo'lsangiz, moliyaviy tarafdan Agrobank sizlarni qo'llab qo'yadi. Başka bir oda masala yo'qmi? Ne aytib? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Abdullayev Nurbek, Oqariqlar mahallasidanman. Abdullayev Nurbek, Biz ham shu uyda o'zi oilaviy salat pishirish uchun bir 50 million so'm kredit olgandik, oilaviy biznes aytdim. Shuna taklif yetkazadim joylardan. Barchadan boshqa uyda boshlashtirib turib, keyinchalik agar natsak bir firma aytibman, ulg'aytiramiz. Uyda ayol kishilar qiladimi? To'ya zakaz bo'ladi, boshqa tadbirlar zakaz bo'ladi. Galing o'zlari aytadilar. Bo'ldi, muammo yo'q. Masala bu loyiha bo'yicha 50 millionlikda bir gram masala. Hujjatni berasiz, chiqarib qo'yamiz. Uzoq 3 kun masalangizni yechamiz. Ya aytgan 312 bo'yicha takliflarimiz. Aramda o'zini naqlib, yakka tadbirkor yuridik shaxs ochib 312dan 100 million. Keyinchalik yana kerak bo'ladigan bo'lsa muammo yo'q. Sağolun. Başka yetişimler masala yo'qmi? Esas salomat bo'lasizlar. Asharif Muhammadni